Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz 4 tarafliklarni ko'rib chiqdik. Unda bo'lsa bu soatlik darsimizda munosabatlik bo'lgan mashqlarga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, birinchi savol bu yerda A B C D deb bir 4 taraflik beribdi shundami? Anani kenim debdi D A E A B ga teng bo'ladi debdi. Shundami? D A E shunami? Bu yerdagi E A B ga teng bo'ldi. Yana bu yerdagi A E degan bulon o'ttirsa shunami? Bu ikki bulon birisi-birisiga teng degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, B E degan bulon o'ttirsa shunami? Men mushta bir sizib olay boshda. Anan ekan bu bulonga teng deb tushunami? Qaraydigan bo'lsak, bu ya alfa, bu ya 100 gradus, bu ya 70 gradus ekan. Unda bo'lsa bizga nima deb so'rabdi? Bu yerdagi A D C teng alfa shunami? Unda bo'lsa, yana bu bulon necha bo'ldi deb so'rabdi. Qaraydigan bo'lsak, E A B degan bu bir 3 bulon shundami? 2 bulon yig'indisi 180 gradus. Unda bo'lsa 180 dan 70 ni chiqarib o'tgan vaqtimda, ya'ni bu bulonni masalan sita desak, bu bulonni beta desak, sita bilan betaning yig'indisi, ya'ni sita qo'shilgan beta necha bo'ldi? 110 gradus shundami? Unda bo'lsa bu bulonmi sita bo'ladi, bu bulonchi beta bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa 2 sita qo'shilgan 2 beta, ya'ni B degan bu cho'ng bulon bilan A degan bu cho'ng bulonni qo'shib o'tgan vaqtimda 110 ni 2 ga ko'paytsak 220 gradus shundami? Biz oldingi soat darsimizda so'zlab o'tib ketdik shundami? Har qanday bir 4 taraflikniki 2 bulon yig'indisi 360 gradus. Unda bo'lsa 360 gradusdan 220 ni bu yerdagi 100 gradusni chiqarib o'tgan vaqtimda, ya'ni 320 gradusni chiqarib olsam, bu yerdagi alfa ne chiqib qoldi? 40 gradus degan gap shundami? Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda A B C D deb bir 4 taraflik beribdi shundami? A D ning uzunluğu yıldız astı 30, bu yer 3, bu yer 5. Andan keyin tafsiliy qaraydigan bo'lsak, bu yerda A F ning uzunluğu F B ga teng bo'ldi ekan shundami? Unda bo'lsa bu F degan A B ning o'ttirisi degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi F E shundami? A F B F ga teng bo'ldi ekan. Unda bo'lsa bu bir tik bulonliq 3 bulonning alohidaligi shundami? Ya'ni bu bulon 90 gradus degan gap. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda diagonal A C bilan B D qanda 90 gradus kesishdi, shundami? Unda bo'lsa, yana 4 taraflikninki ikki tal diagonal shundami? 90 gradus kesishgan vaqtda bu yerda bir munosabat botdi. Ya'ni A D degan buning kvadratiga B C ning kvadratini qo'shib o'tganim shundami? Yıldız astı 30 ning kvadrati necha bo'ldi? 30. 5 ning kvadrati necha bo'ldi? 25. Bu nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi AB ning kvadratiga CD ning kvadratini qo'shib o'tganga teng. CD ning kvadrati 9 bo'ladi shundami? Unda bu yerdagi AB ning uzunligini masalan biz A deb olsak, qo'shilgan A ning kvadrati. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yer 55 shundami? Teng 9 qo'shilgan A kvadrat. Unda bo'lsa A kvadrat teng necha bo'ldi? 46 degan gap. Unda bo'lsa A teng yıldız astı 46 shundami? Bizden nimani so'rab ekan bu savolda? A B ning uzunluğu teng necha? Men A deb oldim shundami? Unda bo'lsa yıldız astı 46 bo'ldi ekan. C javobni tanlaymiz degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda A B C D deb bir 4 taraflik beribdi shundami? Nima debdi? E C ning uzunluğu A E ning uzunluğunun ikkisi. Yani A E bu uzunluğunu 2 ga ko'paytgan vaqtimda E C ning uzunluğu chiqadi ekan shundami? Unda bo'lsa A B D ningki 100 40 shundami? A B D degan bu 3 bulonning 100 40. Unda bo'lsa 4 taraflik A B C D ning 100 teng necha bo'ldi deb so'rabdi. Unda bo'lsa bir qarabla javobini chiqarib o'taymiz. Bu yana 80 bo'ladi. Nima uchun? Bu yerdagi C E ning uzunluğu A E ning uzunluğunun ikkisiga teng bo'lsa, qaraydigan bo'lsak A B D degan bu 3 bulon bilan B C D degan bu 3 bulonniki asosi BD o'xshash shundami? Unda o'z astidagi 3 bulonning egizligi ustidagi 3 bulonning egizligining ikkisiga teng, ustidagi 3 bulonning 100 40 bo'lsa, asti 80 bo'ldi degan gap. Nima uchun bu astidagi 3 bulonning egizligi ustidagi 3 bulonning egizligining ikkisiga teng bo'ldi? Qarab boqaylik. Masalan, BD ni men bu yerga sizib olay, shundami? Masalan, BD ni shundoq sizib oldim, bir tal tuz siziq. Unda bo'lsa, biz bu yerdagi AC ni shundoq bir sizib olaylik, texmi aniq ko'rish uchun shundami? Bu yerga sizib chiqarib oldim. Unda bo'lsa, bu bulonni masalan alfa degan vaqtimizda men bu yerdagi bu nuqtadan shundami? Pastga bir egizlik tushirma. Unda bo'lsa, egizlikni shundoq tushadim mana 90 gradus shundami? Unda bo'lsa, bu yerda ustiga bir tal egizlik tushiray. Mana bir tal egizlik. Unda bo'lsa biz buni H2 bunicha H1 deylik. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi tik bulon o'qish bulon shundami bu? Unda bo'lsa sin alfa degan nimaga teng bo'ldi? Sin alfa deganim bu yerdagi H1 ni shundami? Nimaga bo'lganimga A E ning uzunligiga
bölüp etkinimge teng. Unda olsa asla qaraydigan bolsak, bu bulunmu alfa. Şundamı? Unda olsa sin alfa degenim bu yerdeki h2'ni bu yerdeki nimege bu uzunluk şundamı ne buldu? CE buldu. Yani CE'nin uzunluğuna bölüp etkinimge teng. Unda olsa h1 bilen h2'nin münasebeti qarap bakaylı. h1 teng şundamı sin alfa köpeytilgen AE'nin uzunluğu. Onda bolsa H2 teng sin alfa köpeytilgen CE'nin uzunluğu. Yani bu CE'nin uzunluğu AE'nin uzunluğunun 2'siga teng bolsa, onda bolsa bu yerdeki H2 nimege teng boldu? 2 köpeytilgen H1 degan gap mana. Şunlaşqa bu yerdeki ABD'nin yüzü neçe? 40 bolgan vaqtida asti 80 boldu. Bizden nimeni sorapdikan? 4 taraflik ABCD'nin yüzü şundamı? Onda 40 qo'shilgan 80. Javobdan neçe? 120 degan gap mana. Keyingi savol qarab baqaylıqda bolsa, qaraydigan bolsak ABCD deb bir 4 taraflik beribdi şundamı? Unda bolsa, yani bu yerda nim debdi? Yani bu uzunluk bilan bu uzunluk birisiga teng şundamı? Unda bolsa E degan AB'nin o'ttirisi, F degan AD'nin o'ttirisi, K degan ço CD'nin o'ttirisi, bu yerdeki M degan ço BC'nin o'ttirisi. Unda bolsa bu yerdeki M, K'ni şunda bir tutashtirgan vaqtimda, yani bu yerdeki 4 taraflik E, F, K, M degan amaliyotda parallel 4 taraflik bo'ldi. Shundami? Yana qaraydigan bolsak, bu yerdeki S1 teng 6 debdi shundami? Andan keyin S2 ço 4 debdi, S3 ço 8 debdi. Unda bolsa E, F, K, C, M shundami? E, F, K, C, M. Bu 5 taraflikninki yüzü neçe buldu deb sorapdı. Aldığımız saat derslerimizde biz körüp olduk şundamı? Bu yerdeki S1 bilen S3'nin yığındısı. Ben bunu qanda S4 deb alsam, S2 bilen S4'nin yığındısı teng. Yani S1 qo'shilgan S3 neçe buldu? S1'ge S3'ni qo'shib etsek 14 şundamı? Unda bolsa S2 4 bo'lgan vaqtda bu yerdeki S4 degan 10 bo'lib ketdi degan gap. Yana qaraydigan bolsak, E, F, K, M degan bu parallel 4 taraflikninki yüzü nimaga teng bo'ldi? S1 qo'shilgan S2 qo'shilgan S3 qo'shilgan S4 shundami? Unda bolsa M, K, C degan bu 3 bulunma qo'shib etsak, unda bolsa yana qo'shib o'timiz S4 ni yana bir qatim shundami? Bir hisoblab o'taylik olsa, S1 teng necha? Bu yerda 6 shundami? S2 degan 4, S3 degan 8, unda olsa S4 ni hisoblab chiqdik mana 10 qo'shilgan 10. Unda olsa 6 4 10 shundami? Unda olsa bu ikkisi 20 28, unda olsa javobdan 38 degan gap qaysi? De javob mana. Keyingi savol qarab baqaylik olsa, qaraydigan bolsak A, B, C, D deb mana bir 4 taraflik beribdi shundami? A, E, E degan teng. A, E, E degan teng. Unda E degan bu yaniki AD'nin o'ttirisi ekan. B, K, K, C'ga teng. Unda K degan B, C'nin o'ttirisi shundami? A, T, T, C'ga teng debdi. Yani T degan A, C'nin o'ttirisi. B, F, F degan teng. Unda F degan B, D'nin o'ttirisi degan gap. Yani nima debdi? A, B teng 10. Bu ya 10 shundami? Unda olsa CD'nin uzunluğu 8 debdi. Mana bu ya 8 ekan. Nima so'rabdi bizden? EFKT shundami? EFKT bu 4 taraflikninki chevrisi, ya'ni aylanma uzunluğu necha bo'ldi deb so'rabdi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi F degan BD'nin o'ttirisi, E degan AD'nin o'ttirisi. Unda olsa EF ni shundaq bir tutashtirgan vaqtda bu EF amaliyotda 3 bo'lin ADB'ninki markaz siziqi bo'ldi shundami? EF ning uzunluğu AB'ning uzunluğunun yarmiga teng. Unda olsa bu ya 5 degan gap. Unda olsa A, B, C degan bu 3 bilan qaraydigan bo'lsak, T degan A, C'ning o'ttirisi, K degan B, C'ning o'ttirisi. Unda bo'lsa bu yerdagi K, T degan A, C, B degan 3 bilanninki markaz siziqi bu ya'ni 5 degan gap. Unda bo'lsa yana qaraydigan bo'lsak, A, D, C degan bu 3 bilanqa shundami? E degan A, D'ning o'ttirisi, T degan A, C'ning o'ttirisi. Unda bo'lsa E, T'ning uzunluğu degan bu yerdagi 8 ning nima? Yarmi shundami? Unda bo'lsa B, D, C degan bu 3 bilan qaraylik. K degan B, C'ning o'ttirisi, F degan B, D'ning o'ttirisi. Unda bo'lsa shunda bir tutashtirgan vaqtimda amaliyotda F, K degan 3 bilan B, C, D'ning markaz siziqi yana F, K bu yerdagi C, D bilan parallel shundami? F, K'ning uzunluğu C, D'ning uzunluğunun yarmiga teng. Unda bo'lsa bu yer 4 degan gap. Unda bo'lsa 1, 2, 3, 4 shundami? Bu 4 tarafni qo'shib etsak 4, 4, 8, 5, 5, 10 shundami? Javobdan 18. Qaysi? D javob degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. E, D, D, C ga 90 gradus tushadi deb tushunami? Bu yer 90 gradus. Andan ikkinchi A, C, E, B bilan 90 gradus kesishadi. Ya'ni bu yana 90 gradus. Unda bo'lsa bu yer 2, 3, bu yer 6, bu yer 4 shundami? Bizdan nimani so'rabdi?
AB'nin uzunluğu teng x. Onda olsa x teng neçe buldu dep soraptı. Onda olsa qaraydigan bolsak bu 90 gradus bolganken şundamı biz bu yerdeki ES'ni şundaq bir tutashtirib olaylı. Tutashtirib olgandan qaraydigan bolsak bu 3 bulun EDS degan tik bulunluq 3 bulun. Onda olsa ES'nin uzunluğu 2'nin kvadratı qo'shilgan 3'nin kvadratı yıldız açımız şundamı. Onda olsa 4 qo'shilgan 9 yıldız açsam neçe buldu? Yıldız astı 13 degan gap. Növbətdə 4 tərəflik A, B, C, E-yə qaraydigan bolsaq, bu yerdəki E, B, A, C degan iki tal diagonal 90 gradus kesişib duruşundan. Onda olsa bu yerdə bir münasibət var. Yəni EC-nin kvadratıga X-nin kvadratını qoşub etkinim, 4-nin kvadratıga 6-nin kvadratını qoşub etkinimə təң. Onda olsa 4 kvadrat qoşulğan 6 kvadrat təң. Yıldız astı 13'nin kvadratı degan 13. Bu yerdəki X-nin kvadratı. Şundamı? Onda olsa 4'nin kvadratı 16. Qoşulğan 36, 13 qoşulğan x kvadrat. Onda 36'ga 16'nı qoşsam 52, şunama 13 qoşulğan x kvadrat. Onda x kvadratdan neçe? 39, şunama. Onda olsa 8 tən yıldız astı 39 degan gap mana. Qaysı cavab buldu? D cavab, şundama. Keyingi sual qarab baxaylı bolsa, qaraydigan bolsaq A, B, C, D deb bir 4 tərəflik verib duruşunama bu yerdə. Anandikin A, E bilen ED təң. Qine A, E, ED qıtan. Yəni E degan AD-ni otururken B, F bilen FC təng. Onda F degan BC-ni oturursa bu yer qanda AC, BD 90 gradus kesişidir deb duruşunama. Anandikin şu AC'nin uzunluğu 6. Yəni AC'nin uzunluğu 6. BD'nin uzunluğu 12. Bu yerdeki BD'nin uzunluğu 12. Nimeni soraptı bizden? EF'nin uzunluğu neçe buludu dep düşünamı? Qaraydigan bolsaq bu yerdeki E degan AD'nin oturысы, F degan BC'nin oturысы ekan şundamı? Unda bolsa men bu yerdeki CD'nin oturusunu bir tepib olay aldı bilen. Mesela bu noktani biz G deyli. G bu yerdeki CD'nin oturusu bolsun. Növbetdə qanday qilamiz? Bu yerdeki EG'ni şundaq bir tutaşdırırız. Anondan keyin bu yerdeki GF'ni şundaq bir tutaşdırırız. Tutaştırıb etdim. Onda biz qaraydigan bolsaq, mesela G degan bu nokta CD'nin oturusu, F degan bu nokta BC'nin oturusu. Onda bolsa bu yerdeki GF'ni tutaştırgan vaqtimda bu GF əməliyyatda 3 bulun BCD'ninki bu 3 bulunun mərkəz sızıqı buldu. Şunama. Onda bolsa GF'nin uzunluğu bu yerdeki BD'nin uzunluğunun yarımı. BD 12 bolsa bu yer 6 degan gap. Yani qaraydigan bolsaq, bu yerdeki E degan AD'nin oturusu, G degan CD'nin oturusu bolgandan EG degan bu sızıq ADC degan bu 3 bulunun mərkəz sızıqı buldu. Bu yerdeki EG'nin uzunluğu AC'nin uzunluğunun yarımı təng. Yəni 6'nın yarımı neçə buludu? 3 buludu. Onda bolsa biz bir qarab baxaylı. Bu yerdeki AC bilen BD 90 gradus kesişib diken şundamı? Bu yerdeki EG degan AC'ye paralel, bu yerdeki FG degan BD'ye paralel. Onda bolsa, yəni bu bulunmu bu yerde qanda 90 gradus kesişidi degan gap. Yəni xulas qalam EGF degan bu 3 bulun tik bulunluq 3 bulun. Onda olsa EF degan yan taraf şundamı? Nimaga teng buldu? 3'nin kvadratı qoşulğan 6'nın kvadratı bunundan bir yıldız açqınımıға teng. Onda olsa yıldız astı 9 qoşulğan 36 şundamı? Onda olsa yıldız astı neçə buldu? 45. Onda olsa 3 yıldız astı 5 degan gap mana. Qaysı cavab? A cavab şundamı? Keyingi sual qarab baxaylı bolsa, qaraydigan bolsaq A, B, C, D deb bir 4 tərəflik verib duruşunama A, E, B degan bu 3 bulunun yüzü S elinğan 2 qını. A, E, B'nin yüzü S elinğan 2 depdi. B, E, C degan 3 bulunun, yani B, E, C'nin yüzü S elinğan 1 depdi. Anondikin D, E, C'nin yüzü, şunama D, E, C. Netçe 3 S elinğan 1 depdi. AED'nin yüzü S qoşulğan 1 depdi. Onda olsa biz aldığımız saat dərsimizdə öyrənib bolğan şundamı? Yəni müştər bir tal 4 tərəflikni bu yerdəki 2 tal diagonal qanda 3 tal 3 bulunğa parçaladı. Onda olsa bulanınki yüzünün münasibəti batdı. Qarşıdakı bu 3 bulunun yüzünü özara köpəytkenim şundamı? Bu 2-3 bulunun yüzünü özara köpəytkenimə təm. Onda olsa xulas qalam bu yerdəki S elinğan 2 köpəytilgan astidagi 3S elinğan 1. Nimaga teng buldu? S qo'shilgan 1 shundami? Bu 3 bulunun yüzüge bu 3 bulunun yüzünü köpaytganga teng. S elingan 1. Unda bo'lsa buni chiqargan bo'lsak shundami? S ga 3S ni ko'paytsam 3S kvadrat
Andan keyin s ga minus 1 ni ko'paysam elingan s, minus 2 ga 3s ni ko'paysam elingan 6s, minus 2 ga minus 1 ni ko'paysam qo'shilgan 2. Unda bo'lsa buni bir qarab chiqarib o'tkir bo'ldi shunami s kvadrat elingan 1. Navbatda bir redlasak shunami 3s kvadratdan s kvadratni elvatsam 2s kvadrat qoldi. Unda bo'lsa minus s minus 6s minus 7s shunami 2 ga 1 ni qo'shib etsam necha? Qo'shilgan 3 teng 0 degan gap mana. Qaraydigan bo'lsak, bir noma'lumlik ikkinchi darajalik tanglama shunami. Unda bo'lsa buni ko'paygichlarga ajratamiz. 2s elingan 1 shunami. Unda bo'lsa s elingan 3 teng necha? 0 bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa 2s elingan 1 teng 0, keyindiki s elingan 3 teng 0. Unda bo'lsa bu yerdagi s teng 2 dan 1, bu yerdagi s teng necha? 3 degan gap. Bunu S1, bunu S2 deb olsak bo'ldi shunami. Unda bo'lsa, masalan, bu yerdagi S-ninki 2 dan 1 ga teng bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin emas. Agar S 2 dan 1 bo'lgan vaqtda 2 dan 1 dan 2 ni olsam bir manfiy son chiqib qoldi shunami. Ya'ni bu yerdagi bu qiymatni talabga uyg'un emas deb chiqarib tashlaymiz. Unda bo'lsa S dan 3 bo'ladi. Bu savolda nima deb so'rabdi bizdan? A, B, C, D. Bu to'rt taraflikniki yuzi necha bo'ldi deb so'rabdi shunami. Men S ni deb oldim. Unda bo'lsa A, B, E ninki yuzi. S elingan 2 necha bo'ldi? 1 bo'ladi degan gap. S elingan 1. Bu ya necha? 2 bo'ladi. 3s elingan 1 shunami. Bu ya 8 bo'ladi. S qo'shilgan 1. Bu yacho 4 bo'ladi. Unda bo'lsa bir qo'shib etsak shunami. 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 8 qo'shilgan 4. Unda bo'lsa keyin 12 shunami 14 buni qo'shsam 15 degan gap. Qaysi javob unda bo'lsa? C javob shunami. Keyingi savol qarab boqaylik unda bo'lsa. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C, D deb bir to'rt taraflik beribdi shunami. B, A bilan AD 90 gradus kesishilgan shunami. Yana bu yer 90 gradus A, C, B, D. Bu ikki tal diagonalmi 90 gradus kesishilgan. Bu uzunlikni beribdi, bu uzunlikni beribdi shunami. Bu bulon 60 gradus ekan. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, nima so'rabdi bizdan? Bu yerda CD teng x shunami. Unda bo'lsa x teng necha deb so'rabdi. Yana qayta bir sizib olay. CD ning uzunligini topib ekanmiz. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yer 90 gradus shunami. Yani bu yermi 90 gradus ekan. Unda bo'lsa oldi bilan bu bulon necha bo'ldi? 30 gradus bo'ldi. Shunami? Unda bo'lsa, masalan, men bu BE ning uzunligini A deb olsam, bir tik bulonli uch bulonda 30 graduslik bulonning qarshi tarafi A bo'lsa, 60 graduslik bulonning qarshi tarafi, ya'ni AE ning uzunligi. Bu yerdagi A ga yiltiz osti 3 ni ko'paytganga teng shunami? Yana yiltiz osti 3A degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, A, B, D degan bu bir tik bulonli uch bulon, bu yer 90 gradus shunami? Bu yer 60 gradus bo'lsa, bu yer 30 gradus bo'ldi degan gap. Navbatda A, E, D degan bu uch bulon qaraydigan bo'lsak, tik bulonli uch bulon 30 graduslik bulonning qarshi tarafi yan tarafning yarmiga teng. Ya'ni yiltiz osti 3 ko'paytirilgan A ga 2 ni ko'paytib etsam, necha bo'ldi bo'lsa? 2A ko'paytirilgan yiltiz osti 3, bu yerdagi 4 yiltiz osti 3 ga teng bo'ladi degan gap. Unda bo'lsa bir qarab A ni chiqarib o'tdik shunami? A teng 2 degan gap mana. Unda bo'lsa bu yerga yozib olay. A 2 bo'lsa, yana qarab boqaylik. A, B, E degan tik bulonli uch bulon shunami? Unda bo'lsa bu yerdagi 30 graduslik bulonninki qarshi tarafi yan tarafning yarmiga teng. Unda bo'lsa A, B ning uzunligi necha bo'ladi? 2 ning 2si. Shunami? 4 degan gap. Bu yerdagi to'rt taraflik A, B, C, D'ninki ikki tal diagonal. Yani A, C bilan B, D tik 90 gradus kesishganlikdan bu yerda bir munosabat bor shunami? A, B ning uzunligining kvadrati, ya'ni 4 ning kvadrati qo'shilgan. Bu yerdagi CD ning uzunligining kvadrati. CD ning uzunligi x bo'lsa, x ning kvadrati bu teng bu yerdagi AD ning uzunligining kvadrati. 4 yiltiz osti 3 ning kvadrati qo'shilgan. Nimani qo'shib o'tamiz? Bu yerdagi AD ning qarshi tarafi shunami? BC ning uzunligining kvadrati. Ya'ni 2 yiltiz osti 17 ning kvadrati degan gap. Buni bir hisoblasak shunami? Unda 4 ning kvadrati degan 16 shunami? Qo'shilgan x ning kvadrati teng 4 yiltiz osti 3 ning kvadrati necha bo'ldi? 48. 2 yiltiz osti 17 ning kvadrati, ya'ni 4 ko'paytirilgan 17 degan gap 68 bo'ldi shunami? Unda o'z x kvadrat deganim 48 ni 16 ni elvetsam 32 qo'shilgan 68 teng necha? 100 bo'ladi. X ning kvadrati 100 bo'lsa, bu yerdagi x degan 10 bo'ladi degan gap shunami? Qaysi? A javob mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C, D deb bir to'rt taraflik berib turishunami? Andan keyin bu yer 90 gradus,
bu ya 90 gradus, bu ya 90 gradus, bu ya 2, 8, bu ya 10 ken. Nimani so'rabdi bizdan? Bu yerdagi AB'ning uzunluğu teng necha bo'ldi deb tushunama. Men boshqa qalam bilan sizib olay. Ya'ni AB'ning uzunluğunu topar ekanmiz. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, men oldi bilan bu yerdagi CD degan bu tarafga B'dan o'tkazib bir egizlik tushiraman. Yani egizlik düşürgen vaqtında 90 gradus düşürdü şunama. Onda bo'lsa qaraydigan bo'lsak 3 bulun BCD'nin yüzünü qanday hesaplaymiz? Asasıga bu yerdeki egizlikni ko'paytirdik şunama. Onda bo'lsa bu yerdeki yani DE'nin uzunluğu bu egizlik necha bo'ldi? Bu ya 8, bu ya 10 bo'lsa tik bulunluq 3 bulun şunama. DE'nin uzunluğu 6 bo'ladi degan gap. Onda bo'lsa BCD degan bu 3 bulunun yüzü asasıga egizlikni ko'paytib 2 ga bo'lgan ekan. Ya'ni 2 qo'shilgan 8 degan asasıga egizlik 6, buni 2 ga bo'lgan ekan. Unda bo'lsa bu tang necha? 30 shunama. Bu 3 bulunninki yüzünü hesaplab oldik. Bu yana nimaga tang bo'ldi? Men bu CD ni asas deb qaragan vaqtimda 10 ko'paytirilgan. Bu yerdagi egizlikni h deb olsam, shunama bo'lingan 2 tang necha 30 bo'ladi. Unda bo'lsa avtomatik hisoblab chiqarib etdik shunami? H degan necha 6 bo'ladi degan gap. Yana biz nimani eshitib olgandik? Bu egizlikni shunama. Bu nuqtani masalanga f deb olsak, BF ning uzunluğu necha 6 bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa BCF degan tik bulunluq 3 bulun, bu ya 6, bu ya 10 şunama. Onda bo'lsa bu ya necha bo'ldi? CF ning uzunluğu degan 8 bo'ladi degan gap shunama. Chunki bu ya 6, bu ya 10. Bu degan bir tik bulunluq 3 bulun. Onda bo'lsa CD ning uzunluğini 10 deb degan. Onda bo'lsa bu yerdagi DF ning uzunluğu necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Unda bo'lsa ABFD degan bu to'rt taraflikka qarab boqayli. Bu bulun 90 gradus, bu bulun 90 gradus, bu bulunmu 90 gradus. Unda bo'lsa 1, 2, 3. 3 tal bulun 90 gradus bo'lib shunama. Ya'ni har qanday to'rt taraflikniki ichki bulun yig'indisi 360 gradus degan to'q. 90 90 90 ni chiqarib o'tgan vaqtimizda bu yerdagi bu bulun, ya'ni cho'ngroq qilib so'zlasam shunama, bu bulunmu 90 gradus degan gap. Amaliyotda ABFD degan bu to'rt taraflik bo'lsa, alayda bir to'rt taraflik shunama. Yana qanday bo'ldi? Tik to'rt bulun degan gap. Unda bo'lsa bu ya 2 bo'lsa, üstümü A, B'nin uzunluğu 2 bo'ladi degan gap. Qaysi javob? B javob mana. Undaq bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, mashqlarimiz oxirlashibdi shunami? Ya'ni bugungi darsimiz to'rt tarafliklarga munosabatli bo'lgan mashqlar mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.